Mana videomiz mana shu yerda boshladik. Mana şeyde 1 kiloyu 250 gram sazonboyka borlar. Mana sixlaga tortilib tayyor turibdilar. Hozir mana olib yonib turibdi. Mana shu olibimiz cho'g' bo'lishlari bilan shu ko'raga terilarlar baliq aka. Undan keyin baliqni pishirib, videoni davomini keyin ko'rasizlar. Mana baliqlarimiz ham ko'raga chiqib olishdi. Cho'g'larimiz yonib tutab yotibdi. Xudo xolasa 5-10 minutda pishadi bu kishi. Idlarini qarang, idlarini. Vaqtinglar bo'lsa kelinglar. Men buloqqa borish shart emas, manda o'yladim. Shunaqa qilib Chorsuakada baliq tutib kelsa bo'ladi. Bozorda jeb bor ekan hammanasi. Shoydan tutib mana olib kelib shashlik qilib yotibmiz. Vaqtinglar bo'lsa kelinglar. Videoni davomini keyin ko'rasizlar pishganda. Mana baliq akalar pishdi. Mana tovoqqa oldik. Hozir mana oxirgisini ham tovoqqa olamizda. Voyaga olib kirib ketib, piyozlar bilan maza qilib yeymiz mana. Mana shu baliq aka bilan hammalari. Videoni davomini oyda ko'rasiz. Mana baliq akalar ham voyaga kirib kelishdi mana. Mana qora nonlar, piyozlar, choy bilasizlar, choy ichmaymiz mana. Termizda issiq suvlar. Endi mana baliqni bitta-bittadan olib kirish boshlaymiz. Vaqtinglar bo'lsa kelinglar. Eshigimiz doim ochiq. Kesani bemalol. Mana o'zimizni hech kim yo'q, bolalar ko'chada, maktabda. O'zimiz bir o'tirib maza qilardik. Vaqtinglar bo'lsa kelinglar. Qani, Mulla Arifjon Öylece joningiz sağ olsun video tugaydi.